Assalomu alaykum, aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Ko'rsatuvlarimni davom ettirmoqchiman. Ochig'ini aytganda, juda murakkab vaziyat. Eng qizig'i, biza xalqimizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib, siyosatga, iqtisodga va boshqa huquq boralarida ko'rsatuvlarimni ko'ryapsiz. Xursandman, lekin eng qiziq jihati bilim, ta'lim, ilm haqidagi ko'rsatuvlarga qaraganda bo'lib o'tgan voqealar, tarixga ko'p qiziqish bildirishyapti va eng ko'p prosmotr bo'lgan Gulnora Karimova haqidagi ko'rsatuv bo'ldi. Ochig'i bu mavzuga qaytish niyatim yo'q edi, chunki juda ham ko'p e'tirozlar, tanqidlar meni tomonimga nisbatan toshlar yog'ildi. Lekin kuni kecha Islom Karimov, O'zbekiston birinchi prezidenti haqida bo'lgan ko'rsatuvni juda keng muhokamaga sabab bo'lgani bu mavzuga qaytishimga sabab bo'ldi. Endi ochig'ini aytganda, bu juda ham bahsli mavzu. 25 yil davomida dohiy miqyosiga chiqarib, shu sohada tarbiya berilgan odamlarga albatta haqiqiy gaplar yoqmaydi. Birinchi prezident haqida gapirilgan gaplarni juda ham tanqidiy qabul qilib, talqlanib, toshlar yog'dirilayotgani diktorga nisbatan meni ham hayratga soldi. Bilasizmi azizlar, tarix qaytib yozilmaydigan narsa. Tarix vaqti soati kelgandan keyin, hukmdor ketgandan keyin u haqda haqiqiy ma'lumotlar chiqadi. 5 yildan keyin, 3 yildan keyin yoki hozirga o'xshab 10 yildan keyin emas. 20, 25, 30, 40 yillardan keyin adolat yuzaga chiqadi. Chunki mana Stalin davrida bir og'iz Stalin haqida gapirgan odamni qamab tashlagan, otib tashlagan. Lekin mana hozir uni kimligi haqida ma'lumotlar keng tarqayapti. Shuning uchun bu masalada aslida qanaqa bo'lgan voqealigini qaror chiqarish hozir menimcha sal vaqtliroq bo'lsa kerak. Bu oldin ham bo'lgan. Yangi prezident iqtidorga kelganlardan keyin 1 yil, yo'q 2 yildan keyin Iqbol Mirzo degan bir yuqori nufuzdagi senator, o'sha vaqtda bo'lgan yozuvchi, men o'zim hurmat qiladigan inson, ikki og'iz Islom Abdug'aniyevich haqida salbiy fikrlar bildirganda uni juda ham ko'p tanqid qilishgan. Meni fikrimcha o'sha paytda vaziyatni, muhitni tekshirish uchun aynan shu insonga shunaqa buyurtma bo'lgan, lekin odamlarni munosabatini bilgandan keyin darhol bu ishlar to'xtagan. Demak, hali xalq tayyor emas haqiqatni bilishga degan fikr bo'lgan. Lekin men o'ylagan edimki, shu voqea sababli u inson bo'ldi, endi ishdan ketadi, yozuvchi sifatida ham, shoir sifatida ham odamlarni eslashiga muqobil bo'lmaydi. Ya'ni o'z vaqtida Yulduz Usmonova yoki boshqa bir insonlar kabi taqiqqa tushadi deb o'ylagan edim. Yo'q, hammasi joyida. Hozir senatorlikni tugatib, Oliy Majlis deputati bo'lib faoliyat yurityaptilar. Demak, men xuddi o'ylaganimdek bo'lsa kerak. Bu meni ehtimolim. Bu bunaqa bo'ldi deb aniq ayta olmayman, lekin meni ehtimolim. Lekin mana o'sha vaqtdan beri yana bir 7 yil o'tdi, adashmasam 7,5 yil o'tdi, lekin vaziyat o'zgarishi ko'p emas. Chunki ko'pchilik maktabda ham, oliygohda ham ertalabdan kechgacha bitta insonni asarlarini o'qitilsa, kitoblari o'qitilsa, imtihon qilinsa, albatta uni ongiga singib ketadi. Shuning uchun bu haqdagi muhokama Islom Karimov mustaqillikka qarshi bo'lgan degan gapni qabul qilmayapti. Endi yana bitta joyini aytaman, islomiy jihatdan o'lgan odamning orqasidan gapirmanglar degan gaplar bor. Men ochiq islomshunos emasman, islom borasida bilimlarga ega emasman, lekin o'qigan narsamni aytaman. Zolim podshohlar haqida gapirilishi kerak ekan. Chunki bu yana qayta bo'lmasligi uchun. Oddiy misol Gitlerni olaylik. Agar Gitler haqida bu bizni millatimizni vakili bo'lgan deb qo'yinglar, gapirmaymiz, yopti qilamiz deydigan bo'lsa, keyingi Gitler butun dunyoni larzaga solib insonlarning o'limiga sabab bo'lmaydi degan kim kafolat beradi? Bugungi kunda bo'layotgan voqealarni
ko'rasiz, uzoq keragi yo'q. Masalan, sharqda bo'layotgan voqealar, insonlarni o'limiga sabab, maktablarni bomba tashlayotgan davlat rahbari haqida uzoq kutib o'tirmaymiz. Meni o'ylashimcha, keyingi 3 yil, 4 yil, 5 yil uzog'im bilan keyingi o'sha g'arb davlatlaridagi saylovlardan keyingi prezident bo'lish bilan darhol bu haqda gapiriladi, tanqid qilinadi. Chunki u yerda so'z erkinligi, ochiqlik va eng muhimi insonlarni siyosiy boradagi bilimlari anchagina yuqori. Shuning uchun o'tmishda o'tgan podshohlar haqida, uni qilgan noto'g'ri, nojoiz ishlari, zolimliklari haqida gapirish men Islom Karimov nazarda tutmayapman. Umuman aytganda, zolimlik haqida, davlat rahbarlarini zolimligi haqida gapirish menimcha islomiy nuqtai nazardan mumkin va to'g'ri deb hisoblanadi. Endi yana bitta jihat, ko'plab mana shu hattoki Gulnora Karimova haqidagi chiqargan videolarimda ham ko'plab odamlar menga e'tiroz bildiryaptiki, nimaga o'sha vaqtda gapirmagansan, galstuk taqqansan, amaldor bo'lgansan? Yo'q, men amaldor bo'lmaganman, men tadbirkor bo'lganman. O'sha vaqtda korrupsiya eng avjiga chiqib, faqat va faqat kimlarnidir manfaatiga ishlaydigan tadbirkorlik nuqtai nazaridan tizimga aylangan. Kimlargadir konvertatsiya bor, kimlargadir yo'q. Kimlardir bemalol ishlaydi, kimlarni ketma-ket soliqdan boshlab yana boshqa tashkilotlargacha taliydigan zamonda yashaganman va zo'rg'a tirik qolganman. 2 marta operatsiya bo'lganman. O'sha paytda sog'lig'imni yo'qotib, shu paytda ham gapirganman, lekin bizga o'xshaganlarning gapini hech kim eshitmasdi. Bugun mana so'z erkinligi bo'ldi. Shuning uchun ham mana sizga bemalol bu haqda gapiryapman. Oldin gapirib ko'ring edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha vaqtda gapirmagansan degan odamlarga nisbatan hozirgi vaziyat ko'p jihatdan yaxshi, ma'qul. Endi albatta energetika masalasidagi qo'yilgan qanaqadir qoidalar yoki ko'chalarga hammayoqga stoyanka qilayotgan gapiryapmiz. Mana ko'plab podkastlarda buni muhokama qilyapmiz. Lekin shuni o'sha paytda gapirmading degan insonlarni profiliga qarasam, ayniqsa bu Facebookda namoyon bo'ladi. Hattoki o'zini rasmini qo'yishga irodasi yetmaydigan odamlar yoki nomini ham qanaqadir mavhum nomlarni qo'yadigan trollar gapiradi. Erkak odam yuzini ochib, telefon raqamini qo'yib yoki to'g'ridan to'g'ri kelib asosli e'tirozlarni bildirsin. Bizni gaplarimiz ko'pchiligi asosli, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan asosli gaplarni gapiramiz. Lekin bizda afsuski til chaqqon, lekin yurak quyon degan bo'lardim. Shunaqa insonlar ko'payib qoldi. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizni aynan dohiylar haqida qilmoqchiman. Shunga e'tibor bilan eshitsanglar, e'tirozlaringiz bo'lsa marhamat yozinglar. So'z erkinligi. Haqorat qiladiganlarga ham ochig'ini aytganda tupurib qo'yganman. Chunki haqorat qiladigan odamni aqlan va jismonan zaif odamlar haqoratga o'tadi. Erkak odam yoki bo'lmasam jang maydonida urishadi. Ya'ni sport borasida yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri muloqotda jang qiladi. O'tirib olib telefonni olmasdan aql o'rgatadiganlarni juda ko'pini ko'rdik. Jamiyat uchun, xalq uchun, millat uchun, davlat uchun birorta qilgan yaxshi ishini bilmayman. Faqat o'zini juda chiroyli ko'rsatib, aql o'rgatib, e'tiroz bildiradi va aynan shu g'iybatlarni markazida bo'lib, har bitta bo'layotgan jarayonni burnini tiqib o'shani kovlaydi. Undan ko'ra kelinglar, tarixni tahlil qilaylik. Undan ko'ra bundan buyon nima qilishimiz kerakligi haqida gaplashaylik. Endi mavzuga yana qaytadigan bo'lsak, haqiqiy jang maydoniga aylandi. Gulnora Karimova haqidagi qilgan ko'rsatuvim 204 ming prosmotr bo'libdi. Unda qo'llab-quvvatlayotganlar ham bo'lyapti, lekin tanqid qilayotganlar ham bo'lyapti. Bu yaxshi, chunki muhokama bo'lgan, tahlil bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi. Hamma gapni ma'qullab bo'yini likillatib o'tiradiganlarning zamoni o'tdi. Endi bir tomondan yuzlab odamlar shu ko'rsatuvga rahmat aytib, nihoyat haqiqatni gapiribsiz. Islom Karimov davridagi xatolarni, mamlakatni orqaga tortgan tizim haqida ham ko'rsatuv qiling va ochiq aytib bering deb so'rashdi.
Shuning uchun shu ko'rsatuvni qilishga qaror qildim. Ikkinchi tomondan esa mani o'tgan ulug' odamni yomonlashda, nonko'rlikda ayblab, hatto og'ir haqoratlar bilan so'kinayotganlar ham bo'lyapti. Bilasizmi, bugungi ko'rsatuv aynan mana shu ikki xil qarash sababli paydo bo'ldi. Men o'zimga savol berdim. Nega biz haqiqatdan bunchalik qo'rqamiz? Nega bizni yillar davomida qashshoqlikda ushlagan, kelajagimizni o'g'irlagan tizimni hali ham muqaddas deb bilamiz? Bugun men sizlar bilan shaxslar haqida emas, bizni ongimizni zaharlagan propaganda va tarixdagi eng katta siyosiy manipulyatsiyalar haqida gaplashmoqchiman. Nega biz o'z jallodlarimizni sevishga o'rganib qolganmiz? Keling faktlarga qaraymiz. Endi eng asosiy savolga javob beramiz. Qanday qilib sog'lom inson o'z jallodini sevib qolishi mumkin? Bu tasodif emas. Bu yuksak aniqlikda ishlaydigan miyani yuvish texnologiyasi. Lenin, Stalin, Gitler, ularni hammasi bitta qoidaga amal qilgan. Agar yolg'onni 1000 marta takrorlasang, u haqiqatga aylanadi. Qarang, qanday tizim ishlagan. Maktab partasidan boshlab bolalarni ongiga dohiy bizni otamiz, u bo'lmasa biz yo'q bo'lar edik degan fikrni muttasil tarzda singdirib kelingan. Gazetalar, radio, har bir majlis va hatto devordagi shiorlar faqat bitta narsani, dohiyni buyukligini aytgan. Bu yerda tanlov imkoniyati bo'lmagan. Ammo faqat maqtov bilan ish bitmagan. Propagandani orqasida doim qo'rquv turgan. Kimdir shubha qilsa, unga xalq dushmani degan muhr urilgan va darhol jazolangan. Kimdir haqiqatni aytsa, uni qamoq, surgun yoki o'lim kutgan. Inson psixologiyasi shunday. Doimiy qo'rquv va cheksiz maqtov ostida qolgan miya fikrlashdan mutlaqo to'xtaydi. U zombiga aylanib qoladi. Insonlarda mustaqil tafakkur o'rniga ko'r-ko'rona sadoqat shakllantirilgan. Va eng achinarlisi nima bilasizmi? Sizni ulug' rahbar haqidagi nostalgiyangiz bu sizni shaxsiy fikringiz emas. Bu o'sha tizimni sizni ongingizga o'rnatib ketgan virus. Bu hali ham o'sha qo'rquv va yolg'on zanjirida yashayapmiz. Endi yana o'sha davrga qaytadigan bo'lsak, mustaqilligimizni birinchi qismi deylik, Islom Karimov davri. Biz kimdan kammiz degan fikr. Endi o'zimizni yaqin o'tmishimizga qaytsak, Islom Karimov davrida 25 yil davomida bizga nimalarni o'qtirishmadi? O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, biz hech kimdan kam emasmiz, mustaqillik eng oliy ne'mat. Bu shiorlar chiroyli eshitiladi. To'g'ri, lekin bu shiorlarning orqasida nima bor edi? Birinchidan, ommaviy axborot vositalari va ta'lim ustidan to'liq nazorat. Eslang, televizorni yoqsangiz faqat shukronalik, faqat yutuqlar, faqat dohiyning donoligi. Maktab darsliklaridan tortib universitetdagi mustaqillik g'oyasi fanlarigacha hammasi bitta odamga xizmat qildi. Inson ongida Karimov bo'lmasa urush bo'ladi, Karimov bo'lmasa bizni bosib olishadi degan qo'rquv virusi muttasil tarzda odamlarning miyasiga ekildi. Ikkinchidan, sukut saltanati. Haqiqatni aytmoqchi bo'lganlar qayerga ketdi? Jasliqqa, qamoqxonalarga yoki surgunga. Propagandaning eng dahshatli quroli bu muqobil fikrni yo'q qilishdir. Sizga faqat bitta haqiqat beriladi va sizda solishtirish imkoniyati qolmaydi. Natijada nima bo'ldi? Dunyo oldinga qarab siljigan bir vaqtda biz paxta dallarida qoldik. Iqtisodiyot yopib qo'yildi. Konvertatsiya yo'qoldi. Tadbirkorlik bo'g'ildi. Lekin TVda biz hali ham biz dunyo havas qilayotgan davlat deb gapirdik. Bu haqiqiy zo'mbillashtirish bo'lmaganmi? Bugun Gulnora haqidagi haqiqatni eshitib, meni so'kayotganlar bu aslida o'sha 25 yillik mashinani mahsulidir. Sizni shunday dasturlashganki,
siz faktni emas, dohiyni himoya qilasizlar. Chunki sizdan fikrlash emas, ishonish talab qilishgan. Lekin bir narsani tushuning. O'tmishdagi xatolarni tan olmasdan turib, kelajakni qurib bo'lmaydi. Biz qachongacha o'z qafasimizni yaxshi ko'rib yashaymiz? Endi menga tosh otayotgan ba'zi himoyachilarni yana bir e'tiroziga to'xtalsam. Emishki, men nega hozirgi muammolarni gapirmasdan o'tib ketgan odamni yomonlayotgan emishman. Emishki, men ham vaqtida Karimovni oldida unga paxta qo'yib, uni sharafiga she'rlar o'qib yurib, endi esa uni yomonlayotgan emishman. Keling, nuqtalarni joy-joyiga qo'yib olamiz. Birinchidan, men hech qachon amaldor bo'lmaganman. Karimov davrida men oddiy vrach edim. Keyin esa tadbirkorlik qildim. Men saroylarda emas, shifoxonalarda oddiy odamlar orasida edim. Men o'sha davrdagi tizimni qaymog'ini yeganim yo'q. Aksincha o'sha tizim cheklovlarini, maosh kamligi va qo'rquv muhitini oddiy fuqaro sifatida o'z tanamda his qilganman va och qolganman va tibbiyotni tark etishga majbur bo'lganman. Ikkinchidan, nega hozirgi vaqtni gapirmaysiz, tanqid qilmaysiz deydiganlarga. Bugungi muammolar bu kechagi xatolarning mevasidir. Biz hozirgi kasalni davolashimiz uchun tashxisni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Agar biz o'tmishdagi dohiylar yaratgan korrupsiya va qo'rquv tizimini tan olmas ekanmiz, hozirgi muammolarni hech qachon yecha olmaymiz. Bugun ham tizimda korrupsionerlar va byurokratlar juda ham ko'p. Kecha Karimovni soyasiga sajda qilib, bugun uni loyiga botirayotgan sobiq amaldorlar talaygina. Lekin men ular bilan adashtirmang. Meni qurolim amal emas. Meni qurolim fakt va tahlil. Men o'tmishni kovlash uchun emas, o'tmishdagi xatolar bugungi kunimizni zaharlamasligi uchun gapiryapman. Chunki haqiqatni aytish sotqinlik emas. Bu millatni sog'ayishi demakdir. Nega endi gapiryapsiz deydiganlarga shaxsiy hayotimdagi bir parchani aytib beraman. O'sha oltin davrda men oddiy vrach bo'lganman. Och qolgan kunlarim bo'lgan. Tirikchilik uchun tadbirkorlikka qo'l urdim. Kechalari uxlamay mehnat qildim. Ishim yurisha boshlaganda esa o'sha davrdagi tizimli korrupsiya, soyadagi qudratli kuchlar meni shunday bo'g'diki, azobidan og'ir kasalga chalindim. Operatsiya stoliga yotishga majbur bo'ldim. Bir emas, 2 marta operatsiya bo'ldim. Men o'sha tizimni maddohi emas, qurboni bo'lganman. Nega endi gapiryapman? Chunki hozir Shavkat Mirziyoyev olib kelgan so'z erkinligi tufayli gapirish imkoni tug'ildi. Ilgari bu haqiqatlarni aytganlar qayerda edi? Jasliqda edi. Nega endi prezidentni tanqid qilmaysiz deganlarga javobim. Har bir muammoni faqat prezidentni ayblash bu eng oson va eng xato yo'l. Davlat rahbari yo'nalish berdi, lekin joylarda ijrochilar, mas'ullarchi? Men doim aynan o'sha korrupsionerlar, mas'ullarni ishini oqsayotganligini tanqid qilib kelganman. Televideniyada ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham buni ochiq aytganman va aytaman. Meni maqsadim kimgadir yomonlik qilish emas. Meni maqsadim jamiyatimiz o'sha eski zombilardan qutqarish. O'tmishdagi xatolarni ko'rsatmaslik ertaga yana o'sha botqoqqa botishimizga sabab bo'ladi. Nega endi gapiryapsiz? Nega hozirgini tanqid qilmayapsiz deganlarga javobim aniq. Birinchidan, men saroy maddohlari bilan adashtirmang. Islom Karimov davrida men oddiy vrach bo'lganman. Bu haqda gapirdim. Tadbirkor bo'lganman. O'sha davrda men o'sha davrning rohatini emas, zahrini ichganman. Ikkinchidan, menga tanqid qilmayapsiz deyishdan oldin meni faoliyatim bilan bir nazar tashlang. Hozir men antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi jamoasi asoschilaridan biriman. Meni bir do'stim bor, uni ham oson bo'lmayapti. U ham asosan tahlil bilan, tahliliy chiqishlar bilan chiqadi. Uzoq Qoraqalpog'istondan turib tanqid qiladi va bizning maqsadimiz korrupsiya bilan kurashish. Mahalliy kengashda deputat bo'lgan davrida eng talabchan va tanqidchi deputatlardan biri bo'lganim uchun
ko'pchilik mani haqimda yaxshi ma'lumotlarga ega, meni tanigan, so'zlarimni eshitgan odamlar ko'pchiligi hurmat qiladi. Korrupsionerlar meni yomon ko'radi, chunki men ularni tinchini buzganman va buzishda davom etaman. Prezidentga kelsak, men Shavkat Mirziyoyevni siyosatini ma'qullayman. U so'z erkinligiga yo'l ochib bergani uchun ham biz bugun bu haqiqatni gapiryapmiz. Nega men o'zimga ma'qul bo'lgan siyosatchini tanqid qilishim kerak? Siz gapiring agar tanqid qilmoqchi bo'lsangiz. Asosli tanqid qiling. Men har bitta masalaga prezidentni ayblash xato deb bilaman. Muammoni joylardagi mutasaddilar, amaldorlar yaratadi. Va men ularni televideniya orqali ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham ayovsiz tanqid qilib kelganman va kelyapman va bundan buyon ham to'xtamayman. Meni tanqid qilmayotganlik ayblayotganlar, aytingchi, o'zlaringiz shu vaqtgacha birorta lavozimdorning yuziga haqiqatni ayta oldingizmi? Yoki faqat monitor orqasida o'tirib fitna qilishni bilasizmi? Bizning maqsadimiz o'tmishdagi zombiylashtirish zanjiridan qutulish va haqiqatni tahlil qilish. Agar Gulnora Karimova qachonlardir bo'lgan saltanatini sizni jahlingizni chiqarayotgan bo'lsa, demak sizdagi propaganda virusi hali o'lmagan. Uyg'onish vaqti keldi. Meni tanqid qilmayotganimni ayblayotganlarga yana bir fikrim, bugun ijtimoiy tarmoq maydonida kimlar paydo bo'lganini ko'rmayapsizlarmi? Hozir korrupsionerlar va oligarxlarning kelishuvi asosida tashkil qilingan trollar armiyasi gulkirab ishlayapti. Ularning vazifasi so'z erkinligini bo'g'ish. Ular haqiqatni aytayotgan faollar, jurnalistlar va blogerlarga hamla qilishyapti. Ularni qamatishga urinishyapti. Va kimlarnidir qamatishganini o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Lekin shunga qaramay, men va men kabilar to'xtaganimizcha yo'q. Biz tanqidni davom ettiramiz. Mana shuning o'zi kifoya emasmi? Menga kelsak, men qo'rqmayman. Chunki men halol odamman. Orqamda yashiradigan qora ishlarim yo'q. Meni kuchim haqiqatda. Vaqt oliy hakam. Bugun menga dushmanlik qilayotganlar, meni haqorat qilayotganlar vaqti kelib ko'rishadi. Haqiqat baribir g'alaba qozonadi. Men bu jangda g'olib bo'lishimga ishonaman. Chunki xalqni ko'zi ochilyapti. Biz zombi emasmiz. Biz erkin millatmiz va bizning kelajagimizni hech qanday trollar yoki korrupsionerlar to'sib qola olmaydi. Haqiqat tomonda qoling. Endi ushbu ko'rsatuvimizni yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, menga dushmanlik qilayotganlar, trollar armiyasini orqasiga yashirinib tosh otayotganlar vaqti kelib ko'rishadiki, men g'olib bo'laman. Chunki meni ortimda manfaat emas, meni ortimda haqiqat turibdi. Meni ortimda aldangan, lekin ko'zi ochilayotgan xalq turibdi. Bugun qiyin. Bugun bizga hamla qilishyapti. Lekin tarix sabog'i bitta. Hech qaysi diktatura, hech qaysi korrupsion tizim abadiy qolmagan. Ertami kechmi baribir adolat yutib chiqadi. Biz o'sha kunni birgalikda ko'ramiz. Men bunga ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Haqiqatdan mutlaqo qo'rqmang. Endi oxirgi iltimosim shu kabi haqiqat so'zlarni ko'rishni istayotgan va buni muhokama qilinishini istayotgan azizlar, albatta obuna bo'ling. Bu ko'rsatuvlarda men o'zimga noqulay bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham, adolat, haqiqat uchun, davlatni, xalqni, millatni rivojlanishi uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Va siz ham bunga hissa qo'shishingiz mumkin. Bor yo'g'i like bosib, fikrlaringizni yozib, obuna bo'lsangiz, bu keng qamrovli bo'ladi. Qanaqadir ikkinchi darajali Vine, ikkinchi darajali oldi qochdi faxsh ko'rsatuvlarni ko'rish o'rniga shu kabi ko'rsatuvlarni ko'ring, muhokama qiling. Men ham insonman, bandaman. Qayerdadir xato qilishim mumkin. Marhamat, fikrlaringizni yozing va nima haqida ko'rsatuv qilishimni ayting. Men qo'limdan kelgancha bu ko'rsatuvlarni qilib sizlarga taqdim etishga davom etaman. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.